G'ayrat akani 4 ta qizi bor edi. Alloh farzand berdi, lekin o'g'il bermadi, qiz berdi. Allohga nola qilmadi, shukr keltirdi. Ayoli ikkalasi farzandlarini guldek katta qilishdi. 4 ta qiz ham ibodat, iffatda hamma havas qiladigan masura, mo'mina qizlar bo'lib tarbiya topdilar. Qizlar voyaga yetgach birin-ketin sovchilar keldi. Eri xotin o'zlariga munosib xonadonga qizlarini birma-bir uzatishdi. 4-chi qizini ham uzatib bo'lgach, G'ayrat aka bir kuni ayoli bilan onasi, Alloh bizni farzanddan qismadi, qiz berdi. Men Allohdan roziman. Farzandlarimni, qizlarimni munosib xonadonlarga inshaalloh berdim. Endi ko'nglim xotirjam bo'ldi deb eri xotin bir-biri bilan gaplashib, ko'ngillarini xotirjam qilishdi. 4-chi qizi uzatilgach, ko'p o'tmasdan bir xabar keldi. Kelin bilan kuyov janjallashibdi. Kuyov bola ayolini uribdi. Bu gapni eshitib, G'ayrat aka xafa bo'ldi. Axir nega uradi ayol kishini? Erkak kishi ham ayoliga qo'l ko'taradimi? Mayli qo'y onasi, biz sabr qilaylik, bir gapdan qolaylik, o'rniga tushib ketadi. Oradan yana bir vaqt o'tib yana xabar keldi. Kuyov yana qizni uribdi, kaltaklabdi. Ayol ko'z yosh qildi, yig'ladi, lekin erkak G'ayrat aka sabr qilishimiz kerak. Biz bir gapdan qolishimiz kerak. Inshaalloh bir farzand bersa, o'rniga iliqlik tushadi. Inshaalloh hayoti joyiga tushadi deb, ularni farzand ko'rishidan umidvor bo'lib, o'sha kunlarni kutib yurdi. Alloh bularga bir farzand berdi, o'g'il berdi. Erkak ayoliga aytdiki, onasi ana endi o'rniga tushadi. Farzand bularni bir-biriga mehrli qiladi. Yo'q, unday bo'lmadi. Ko'p o'tmasdan farzand tuqqan ayolni yana erkak kaltaklabdi, uribdi, qo'l ko'taribdi. Bu gaplarni eshitib, onasi yig'ladi, G'ayrat aka esa yerga qarab boshini changallab qoldi. Endi nima bo'ldi? Endi nima qilaman? Oradan kunlar o'tdi. Alloh taolo bu eri xotinga yana bir farzand berdi, o'g'il berdi. 2 o'g'illi bo'ldi. Lekin qalbida yana hali hamon umidi bor edi. Endi esi kirib qolar, axir 2 ta o'g'il tuqqan ayolga ham erkak kishi qo'l ko'taradimi axir? Yo'q, 2-chi farzand ko'rgandan keyin ham erkak o'zini ayolini kaltaklashni qo'ymabdi. Oxiri jonidan o'tib ketgach, qiz 2 go'dak bilan otasini uyiga qaytib keldi. G'ayrat aka o'sha kundan boshlab ko'chaga chiqqisi kelmay qoldi. Odamlar bilan gaplashgisi kelmay qoldi. Chunki u xafa bo'ldi. Butun insoniyatdan, birgina insonni qilgan qilmishidan butun insonlardan o'zicha xafa bo'ldi. Ko'pga bormasdan kasal bo'lib yotib qoldi. Va mana shu yotgan holida ahvoli og'irlashib vafot etdi. Janozaga kelganlar hayron qolishdi. Axir 60 ga kirmagan erkak, yurib turgan odam, nima bo'ldi bu odamga? Ha azizlar, ayol farzandini tashvishini yig'i bilan ko'zidan chiqarib yuborardi, lekin erkak, ota bolasini tashvishini ichiga yutib otani ichi tomon bo'lib bo'lgan edi. Zil ketib bo'lgan edi. Bolasining tashvishiga chidolmagan ota dunyodan o'tdi.